albatta uni to'g'ri o'lchash kerak. Penis razmeri to'g'ri o'lchangandan keyin uni o'sha yoshga xos standart ko'rsatkichlar bilan solishtirish va kichkina bo'lgan taqdirdagina uni o'sha davolash choralari tavsiya qilinadi. Mana shunday shpritsni yasagan holatda ham o'lchash mumkin, uni tortib o'lchash yoki lineykani taqib qo'yib o'lchash uchun ham o'lchash orqali ham qilish mumkin bo'ladi. Bu haqida pubertat kursida to'liq o'tganmiz. Va bu yerda penisni o'sha yoshga xos o'lchamlari va -2,5 SDS dan pasti bu mikropenis tashxisi qo'yiladi. Mikropenis tashxisidan keyin davo choralari agar ota-ona xohlaydigan bo'lsa, uni har qanday yoshda amalga oshirish mumkin va testosteron enantat yoki o'sha androktin gel bilan amalga oshirish mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat va asosiy ma'lumotlarni olinganda men ko'pincha o'sha ESP, ya'ni European Pediatric Society of Pediatric Endocrinology ma'lumotlariga ko'p tayandim. Ularda juda ham isbotli va undan tashqari yuqori informativli, sizni adashtirmaydigan ma'lumotlar berilgan va ESP ni maktablari bor, undan tashqari ESP ni o'quv platformalari bor. Ulardan ham foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari kimda imkoniyat bo'lsa, ESP ni xalqaro konferensiyalari bor, unda ham qatnashib o'zingizga kerak bo'lgan foydali narsalarni o'zlashtirishingiz mumkin bo'ladi. Va biz doimiy endokrinologiya va metabolizm kanalida O'zbekistonda uchragan eng murakkab va qiziq keyslarni bo'lishib boramiz. Undan ham bizni o'sha faoliyatimiz bo'yicha